Siz haliyam iriska tortni pulingizga ketkazib boshqalarga zakaz berib yurgan bo'lsangiz, bu retseptni tezda saqlab oling. Idishga 6 ta tuxum, 1 stakan shakarni solib, oppoq bo'lguncha mikser qilamiz. Orqasidan 2 osh qoshiq asalni solib, yana biroz mikserlaymiz. Ustidan elangan un va kakaoni solib, 1 choy qoshiq razriqlitil qo'shib, yana aralashtiramiz. Gaz listiga pergamin qog'oz solib, tayyor massamizni quyib, 10 daqiqada 180-200 gradusda pishirib olamiz va sovutishga qo'yamiz. Bu orada kremini tayyorlaymiz. Yumshab turgan saryog'ni mikser qilamiz. Ustidan varyoniy moloko va sug'ushoniy molokoni qo'shib, yana aralashtiramiz. Kremni tayyorlab olgunimizcha sovishga ulgurgan korjlarni ham bo'lib kesib olamiz. Va oralariga kremini surib, birin-ketin terib olamiz. Kremni chetlariga ham surib, xohlaganingizcha bezatib olishingiz mumkin. Bu shunaqangi yumshoq, og'izda eriydigan mazali iriska tort bo'ladi. Siz xohlasangiz zakazlarga ham tayyorlab, bemalol daromad ham qilishingiz mumkin. Bitada o'xshab chiqadigan ishonchli retseptni tezda saqlab oling va oila a'zolaringiz uchun albatta tayyorlab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa, o'ng tarafdagi yurakchani bosib, sahifamga obuna bo'lishni ham unutmang.